turli xalqlarni o'ziga moyil qilish yoki bo'ysundirish uchun qadimdan o'zini qudratliman deb bilgan davlatlar o'sha xalqlarning asliyati, urf-odatiga zid va begona bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi madaniyatlarini olib kelishga urinib keladi. Chunki bu narsa millatlarni zaiflashtiradi. Ularni milliylikdan, hatto vatanga bo'lgan muhabbat hissidan ham ayiradi. Natijada millatlar o'zligini yo'qotadi. O'zligini yo'qotganlar esa sharafli hayot uchun kurashmaydi. Ularga buni ahamiyat ham qolmaydi. Shu sababli dushman ularning yerlaridan, tabiiy boyliklaridan nimani tortib olsa ham rozi bo'laveradi. Bu albatta o'sha soxta madaniyat bilan kirib kelgan qo'rqoqlik yoki shaxsiyatni yo'qotish oqibatida shakllanadi. Bir necha misollar keltiraylik. Hindistonni bosib olgan Angliya u yerda g'arb madaniyatini shunday singdirdiki, hatto g'arb xalqlaridek kiyinish, gapirish, ularnikidek taraqqiyotga erishish hindlar uchun orzuga aylandi. Vaholanki hindlar yillar mobaynida shu xalqlar zulm ostida yashab kelayotgan edi. Hatto keyinchalik Angliyaning dunyo gegemonligida davomchisi bo'lgan AQSh kino sanoati Gollivudga taqlid qilib, hindlar o'zlarining Bollywoodlarini ham tashkil qildilar. Aslida esa o'sha g'arbdagi ulkan davlatlarning rivojlanishi Hindistonga o'xshash yerlardan tashib etilgan boyliklar va resurslar hisobiga bo'lgani unutilmoqda. Tarixiy asrlardan musulmon olamida gullab yashnagan milliy va madaniy meros va buyuk allomalar faoliyati o'zbek xalqining o'zligini shakllantirdi. Ammo 19-20 asrlardagi mustamlakachilik va keyinchalik sovet tuzumi bu merosni tortib olishga urindi. Islomiy qadriyatlar va mahalliy an'analarni qoloqlik deb atadi. Sovet hukumatı o'z zulmini kuchaytirib, O'rta Osiyo xalqlarini bo'ysundirish uchun u yerlardagi musulmoncha tarixiy madaniyat va yashash tarzini qoloqlik deb atab, o'zlarining fasodga to'la buzuqliklariga o'rgatdilar va bunga majbur ham qildilar. Shu buzilish davrini ko'rgan xalq uchun fasod ishlar tobora oddiy holdek tuyula boshladi. 19-asrga kelib esa xalqaro integratsiya osonlashib, o'zlikni yo'qotishning yanada xatarli yo'llari ochildi. Internetda ijtimoiy tarmoqlar kashf qilinib keng tarqalgach, milliylikni ushlab qolishlik bir necha barobarga qiyinlashdi. Oxir-oqibat O'zbekistonda TikTok, Instagram kabi platformalar orqali g'arb va xorijiy madaniyatlarning ta'siri kuchaymoqda. Bu esa yoshlarni bebosh, asliyatni unutgan avlodga aylantirmoqda. 2024-yilgi global tadqiqotlarga ko'ra, dunyo madaniyatining 50% dan ortig'i globalizatsiya ta'sirida yo'q bo'lib ketish xavfi ostida. O'zbekistonda esa yoshlarning 60% dan ortig'i xorijiy seriallar va musiqalarga mukkasidan ketib, mahalliy an'analarga qiziqishni yo'qotmoqda. Hatto salomlash madaniyati ham tobora o'zgarib, assalomu alaykum o'rniga salom, qalaysan, ko'rganimdan xursandmanga o'xshash iboralarga o'tib ketildi. Bu muomala shakli hozirda keng tarqalgan. O'zbekistonda so'nggi yillarda g'arb modasiga taqlid yoshlar orasida ommalashdi. Islomiy hayo va soddalikka zid bo'lgan ochiq kiyimlar va xulq-atvor tobora ko'paymoqda. O'rta yoshdagi erkak va ayollardagi kiyinish tarzi ham o'ta achinarli holga kelib ulgurgan. Ibo-hayo masalalari qoloqlik deb ataldi. Aksincha, bezbetlik, behurmatlikning obro'si ko'tarildi. Ba'zilar global madaniyat, ta'lim va texnologiya sohasida foyda keltirishi mumkin deb hisoblaydi. Lekin nima bo'lganda ham har qanday yangilikni qabul qilishda o'z diniy va milliy qadriyatlarimizni saqlab qolish muhim o'rin tutadi. Endi shu o'rinda har birimiz o'zimizga savol berib ko'raylik. Bizlar bu soxta madaniyatga qanchalik bog'landik va o'zligimizni saqlab qolish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishimiz zarur va kimlar bu jarayonda qanday rol o'ynay oladi?